Muolajalarimiz avtoshokdan navbatda reklama etadigan mashinamiz do'stlar 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korpus Spark mashinalari. Ko'p odam istoriya ko'radi, post ko'rmaydi. Postda oxirigacha yuklanadi videolar. Baholarni oxirida o'tib o'tgandan keyin ko'p odam istoriyada ko'rmay aytmoqchi uchun bahosini aytib o'tamiz sirasi. Narxi 108 million so'm. Agar naqd pul, shtir pul olamasangiz 107 millionga beramiz. 2018 avtomat polniy navar uchun. Mers to'plab qo'yilgan. Yumshoq balonlari bor, bo'sh balon, tozali paket. Tak, salonlarni ko'rasiz. Evakuar, mebelnak paprin, chexol, mers rul, hamma narsa ulangan rullarni, deflektorlar, magnitofon, konditsioner, metanajlar bor. Malibu signal, elde artlar, tumanka, elde farlar bilet etilgan do'stlar. Gaylarga gap bo'lmaydi. Bilet. Polniy. Birgina oy bu do'stlar, skrinda bilinmaydi, bilinmasa aytib o'taman, petnosi bor. Bo'g'an. Mashina avtomat korobka. Mashina avtoshok pullarni turadi do'stlar. Ikkilamchiga ham chiqarib beramiz buni. 40-50 million pul olsa, biz ham dogovorga ham kutaverasizlar buni. Bo'yib to'lashga. Jim mashinalarsa barter ham ishlayveramiz. Mashina avtoshok pullarida turibdi do'stlar. Avtomat korobka 2018 chokasi edi. Mashina topday mashina. Mashinaning probegi do'stlar 32,5 ming kilometr yuribdi. Hozir ko'rsatib beraman men. Tak, mana bu. 32,5 kilometr libo yerga apart tekshirtirib olaverasizlar. Mashina avtoshok pullarida ko'raverasizlar do'stlar.